Ramazon oyida iftorlik payti Musa alayhissalom: "Ey Xudo, mandaqa yana boshqa bandalaringni aziz qilasanmi?" Ya'ni Musa alayhissalom Xudo bilan gaplashganlar, to'g'ridan to'g'ri. Lekin ko'rmaganlar. Shunda Xudo aytdiki, "Sandan keyin Ahmad, Muhammad ismli payg'ambarim keladi. Ularga Ramazon oyining ro'zasini men farz qilaman. Ular kun bo'yi men uchun ichmaydi, men uchun yemaydi va ular iftorlikdan oldin dasturxon soladilar. Noz ne'matlar hammasi turadi. İftorlik payti kelmagungacha yemasdan termilib o'tiradi. O'sha daqiqalarda men hozir oramizda 70 ming parda bor, ikkovimiz oramizda. O'shalarni iftorlik paytida shu hamma pardani ochib yuboraman degan ekan Xudo. Shunda Musa alayhissalom: "Ey Xudo, meni payg'ambar qilguncha Muhammadni ummat qilganingda ham rozi edim" degan ekan. U imkoniyat bir oy bo'ladi xolos azizlar. Ramazon oyida bo'ladi xolos. Ana endi o'sha davrda biz laqillab gaplashib o'tirsak, siz oshnalar iftorlik qilasizlar, qilamiz. Borib olib iftorlik paytgacha har xil gap so'z, palon po'kin, uyda ham qatta bo'lsa ham yo'q. Bu Ramazon oyidagi eng katta imkoniyatdan unumli foydalanmaslik bu. Bu zarar bu. Shuning uchun o'sha paytda borib uydagilarga yetkazaylik shuni. Iftorlik paytida duolar shak shubhasiz ijobat bo'ladigan payt. Xudo hattoki "Men odamni yarataman" deganda farishtalar: "Ey Xudo, bular senga bo'ysunmaydi, qon to'kadi, urush janjal qiladi, nima qilasan? Biz turganda bularni yaratib" degan farishtalar. Xudo iftorlik paytda bizni deb faxrlanar ekan Xudo. Farishtalar qara hammanglar ekan. Ramazon oyida iftorlik paytda ko'rding, nimani ko'rding? Dasturxon solinib, yemay o'tirishdi. Nimaga yemayapti? Sen yema degding, yemayapti. Senlar nima degding? Itoat qilmaydi degdingmi? Guvoh bo'l hammanglar ekan. Trillion farishtaga. Hammang guvoh bo'l. Shularda birortasi gunoh qolmadidir ekan. Ana endi o'sha paytda biz butun yurak, qalb, butun vujudimiz bilan dasturxonni solib qo'yib haqiqatda yemayapmiz. Nimaga yemayapmiz? Xudo yema degani uchun yemayapmiz. Shuning uchun Ramazon oyining ro'zasini tutgan odamni jasadi do'zaxga kirmaydi inshaalloh. Nimaga desa, chunki bekinib suv ichib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Uyimiz bor, ofisimiz bor, podval bor, mashinaning ichi bor. Yo ochiqchasiga nagli ichib yursak bo'larmidi? Lekin inshaalloh Xudo xolasa Ramazon oyida Xudo qodir qilsin, himmat bersin, iymonimizni quvvatiga quvvat bersin. Yemaymizmi? Kim uchun? Alloh uchun. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyon." Rayyon ismli darvoza bor jannatda. La yadkhuluhu illa as-soimuna fi shahri Ramazon. U eshikdan hech kim kirmaydi, faqat Ramazon oyining ro'zasini tutuvchilar kiradi degan ekanlar. Bu degani oilamiz tutyapmizmi? Oilamiz bilan o'shdan kiramiz. Tasavvur qiling. Shu yerda hozir o'tiribmizmi mana musulmonlar? Hammamiz tutaylik, hammamiz kiramiz shu joydan, Xudo xolasa. U rayyon degani suv bilan to'ydirilgan, aka kirgan odam umrbod chanqamaydigan jannat degani bu. Faqat ro'zadorlar kiradi xolos bu joyga. Bu degani otamiz bilan, onamiz bilan, xotin, bola, chaqa, qarindosh urug', aka, uka, amaki, tog'a, amma, xola, qo'shningiz, sinfdoshingiz, o'rtog'ingiz ajralgimiz kelmayaptimi? Ayting o'sha akangizga, ukangizga, sigaretini deb, nosini deb ro'zasi tutmayotganga: "Ey uka, yo aka, yo o'g'lim, yo oshna, men seni yaxshi ko'raman, sendan ayrilgim kelmaydi. Lekin sen ham o'lasan, men ham o'laman. Qanchadir yil ajrashamiz bir-birimizdan. To'g'ri, lekin jannatda abadiy birga bo'lamiz. Ke oshna ro'za tut, o'g'lim yo aka ro'za tut. Ke o'sha jannatda ham birga bo'laylik." Qattan bilasan? Payg'ambarimiz aytdilar buni. "As-sawmu li va ana ajzi bihi" deb Xudo aytdi buni. Ro'za meni uchun bo'ladi. Uni mukofotini o'zimdan oladi dedi. Shu hadisni hujjat qilib turib, ro'zasini tutgan odam, Ramazon oyining ro'zasini tutgan odam albatta Xudosini ko'radi deyapti. Nimaga desa, va ana ajzi bihi deyapti. Uni mukofotini Azroil ham, Jabroil ham, Mikoil ham hech kim bilmaydi ro'zaning mukofotini. Faqat Alloh o'zi biladi. Meni huzurimda Ramazon oyining ro'zasini tutuvchilarga surpriz bor degan Xudo. Mana surpriz, uni faqat Alloh o'zi biladi. Lekin ba'zi birlar ajrlar aytilgan-ki, Ramazon oyining ro'zasiga odamlarning qiziqishi bo'lsin uchun ba'zi bir masalalar aytilgan. Masalan, ro'zadorga mana hali aytdik, qalqon bo'ladi ro'zasi. Xudo undan rozi bo'ladi. Ro'zadorni och qolganligi uchun, oshqozonida ovqat qolmaganligi uchun shu peshindan keyin asrlarga yaqin, asrdan keyin og'zidan badbo'y hid kelishni boshlaydi. Hatto ba'zi birlar aytadiki, shu badbo'y hidni ketkizish ham makruh deydi. Nimaga desa, chunki Rasululloh alayhisolom aytdilarki, ro'zadorni ro'za tutganligi uchun, tishini yuvmaganligi uchun emas, saharlikdan keyin tishini yuvsin. Och qolganligi uchun, ro'za tutganligi uchun og'zidan kelgan hid Xudoning nazdida mushka ambardan ko'ra afzalroqdir degan ekanlar. Shuning uchun azizlar, bu oyni g'animat bilib, tushuntirib o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga shunday qilsa inshaalloh maqsadga muvofiq chiroyli bo'ladi.